Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan Python dasturlash tili print function, ya'ni print funksiyasi haqida gaplashamiz. Dastavval VS Code ni ochib olamiz. Ko'rib turibsizlar, menda hozir ishlayotgan katalogimda bitta my.py Python fayli bor. O'shaning ichida tushuntirib o'tib ketaman. Dastavval print funksioni umumiy holatda print funksioni haqida buni VS Code'da mana bunaqa nimadan foydalanish mumkin. Ya'ni bunda asosiy argumentlari bizda bir nechta argumentlarni berishligimiz mumkin. Bu print function default holatda bir necha argumentlarni qabul qilib, ularni function o'zini ichida tuple obyekt ko'rinishida olib ishlaydi. Ya'ni shuning uchun mana bu yerda shundan foydalanadi obyektlar. Keling buni shu birinchi argument haqida gaplashamiz. Hello so'zini beramiz. Birinchi aytaylik hello world. Salom degan. Bundan tashqari aytaylik 25, ikkinchi obyekt va hokazo. Demak, hozir ko'rib o'tganimiz bu print funksioniga biz hozir 4 ta obyekt berdik. 4 ta obyekt va bularning barchasi, ya'ni mana bu qiymatlar degan birinchi parametrga o'tadi va ularni bizda terminalimizga separatorlar orqali, ajratuvchilar orqali default holatda, masalan, sep degan parametr bor. Default holatda bitta bo'sh joy, bo'sh joy bilan ajratib chiqarib beradi. Buni saqlanib qilaman va terminalni ochib olaman. Clear tozalaymiz va Python main.py buyrug'ini beramiz. Ko'ryapmizki, biz bergan hello world so'zi bitta so'z, undan tashqari 25, bundan keyin 3.14 va true 4 ta bergan argumentimizni bir-biridan ajratuvchisi bitta bo'sh joy. Shunga e'tibor beramiz. Endi biz xuddi shunda keyword argumentlardan sep parametrini o'rnatishimiz mumkin. Aytaylik, bu ajratuvchi sifatida plusni beraylik. Shunda ishlatadigan bo'lsak, ko'ryapsizlarki, mana bu har bir obyektning orasiga ajratuvchi sifatida plusni qo'yib beryapti. Endi xohlagan belgini berishimiz mumkin. Demak, bu separator ikkinchi parametr. Birinchi parametr haqida gaplashdik, ikkinchi parametr haqida gaplashdik, uchinchi parametr haqida gaplashdan oldin, demak, mana bunday holat bor. Keyingi print kodimizda uchraguncha, keyingi printda hello deylik. Hello, masalan, bunda ham birinchisi ham hello deylik. Ammo bosib tushuntiradigan bo'lsam, dastlabki mana bu yerdagi birinchi print parametrlarida, birinchi printni ya'ni standart outputga chiqarayotgan vaqtda, terminalga chiqarayotgan vaqtda har bir berilgan argumentni separator sifatida bundan foydalangan. Buni tushunarli. Endi bizdagi end degan parametr haqida gaplashayotgan vaqtimizda bitta printga qo'ng'iroq qilib keyingi marta print chaqirganda ikkita print bir-biridan ajralib turishligi uchun foydalanadigan narsa mana bu yerda yangi new line deydi, yangi qatorga o'tib ketadi. O'z-o'zidan mana birinchi printning natijasi, yangi qator, keyingi printning natijasi. Shuning uchun mana bu yerda end parametri default holatda, mana bu holatda new line
ya'ni \n turibdi. Bu 3-parametr edi. Ya'ni 3 ta parametrni gaplashdik. Ya'ni 3 ta argument haqida gaplashdik. Keyingi qism file parametri. Bu file default holatda bu file like object yoki stream deb ataladi. Streamimizda asosan default holatda sys modulining stdout ya'ni standart output qabul qiladi. Buni tushuntirib o'tmoqchiman. Mana bu soddalik bo'lish uchun bu kerak emas. Tushuntirib o'tish uchun kelinglar. Buning uchun import demak system modulini ya'ni kutubxonasini chaqirib olamiz. Default holatini tushuntirib o'taman. Mana bu yerga file keyword argumentini system default holatda std out turadi, standart output turadi. Va bu mana bu obyektimiz, mana shu obyektimizda bu ishga tushgan vaqtida shu obyektimiz write ya'ni yozish metodini chaqirib mana buni yozadi. Buni ko'rishimiz mumkin. Mana hello deb mana bu konsolga yozadi o'shani. Endi aytaylik bu obyektimiz o'zini haqida hozirroq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, keling print o'zidan foydalanib bu obyektimizni type'ini konsolga chiqaramiz. Print type funksioni bor va system kutubxonasini std out'ni chaqiramiz va uni type'ni ekranga chiqarishimiz mumkin. Ko'ryapmiz, bu ham bir obyekt. Faqat bir narsa aytib o'tish kerak. Text input output wrapper obyekt, ya'ni wrapper bu o'ramoq, o'ram ma'nosida keladi. Xuddi yoshligimizda bo'lardi, qandlar bo'lardi, qandlar usti qog'oz o'ralgan bo'lardi, shunisi. Ya'ni bu vazifasi asosan qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Aslida stream ya'ni oqim ya'ni 0 va 1lar ya'ni bitlar bilan ishlaydi. Ma'lumot ya'ni ikkilik ko'rinishda, binary ko'rinishda. Ammo uni biz text bilan ishlaydigan qilishligimiz uchun ya'ni unday chaqanda qog'ozga o'raganmiz. Endi u text bilan ishlay oladi bemalol. Sodda qilib tushuntirdim, tushunarli bo'lishligi uchun. Bu yerda tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak bu obyektimiz shunaqa ekan. Shunaqa obyektni olib, bu obyektni metodlari bor. Shunchaki biz hech qanaqa print qilmasdan turib, bu obyektimizni chaqirib, masalan system std out standard output va write buyrug'ini ham yozishimiz mumkin. Mana hello world ekranga chiqarib kelishligi kerak avtomatik holatda. Mana ya'ni biz boyagi ishda nima qilindi? Boyagi ishda mana bu obyektni oladidagi print ishga tushgan vaqtda bu metodini chaqirib, biz bergan printga bergan parametrlarni mana buning parametr sifatida qo'yib beradi. Juda oddiy. Yanada tushunarli bo'lish uchun masalan printni chaqiradi. Undan keyin hello degan so'z bor. Bu yozish kerak bo'lgan narsa. Undan tashqari faylga biz mana bu holatni tushuntiryapman-da. Nima bo'ladi? Mana bu obyektni oladi, mana bu yerda yozilgan obyektni oladida, mana bu faylni, mana shu obyektning write yozish parametriga tashlab beradi va shuning uchun bizda mana bu ekranga chiqib keladi. Hello va ikkinchisida hello bo'lib chiqib kelyapti. Bu asosan print funksionining 3-fayl parametri edi. Uni yana qanaqa ko'rinishda olishligimiz ham mumkin. Bundan tashqari o'sha printni biron bir faylga yozishimiz ham mumkin. Buning uchun
shunchaki shunga obyekt sifatida bitta narsani bu yerga oson tushuntirib ketaman. Bizdagi avvalda Pythonda mavjud bo'lgan open funksioni bor. Deylik, mana bu holatda deylik. Mana bunda e'tibor berishligimiz mumkin. Bu nima qaytaradi? Bu ham mana bu text input output wrapper qaytaradi. Demak, bu mana shu obyekt bilan teng kuchli. Shuning uchun mana bu holatda fayl obyektini bunga berganimizdan keyin biz shuni print bilan ishlatishimiz mumkin. Umumiy holatda mana shunaqa ko'rinishda berishlik mumkin. Aytaylik f ko'rinishda yoki shuni f ko'rinishda ham berishlik mumkin. Hozir auto text nega xatolik beryapti? Keling birinchi dastlab shu o'zini nima qilaylik? Shunchaki print function hello, undan keyin faylini open, undan keyin output text mana bu holatda yozaylik. Endi kodimizni ishga tushirishdan oldin bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Ko'ryapmiz, hali faylimiz yo'q mana bu yerda katalogimizda. Endi kodni ishga tushirganimizdan keyin ya'ni standart outputga chiqmadi, oqimga chiqmadi. Lekin mana hello so'zi qayoqqa ketdi? Bu mana bu yerda output textiga yoziladi, birinchi qatoriga. E'tiboringiz mana bu holatda. Bu tushunarli bo'lsa, buni yopamiz. Endi buni boyagi holatda sinab ko'ramiz. Mana bu berilmadi. Mana bu kal so'z berilmagandi bo'yna. Shunchaki mana bu holatda qilib, buni fayl qilib, o'sha mana bu faylni berib qo'ysak ham shu narsa ishlaydi. Masalan, output 1 deylik, boshqa keyingi nimasiga yozamiz. Clear tozalaymiz edi. Chasak yana chiqmadi. Endi mana bu holatni ko'ramiz. Mana hello so'z yozildi. Bundan tashqari buni bunday bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi print functionini yana bitta oxirgi parametrlardan biri bu flash parametri. Flash parametri default holatda false turadi. Shuni tushunishlik kerakki, Python shu MyPy kodimizni run qilgan vaqtimizda kerakli datalarni streamga, masalan, oqimga yozish uchun ma'lum bir nimaga yozib qo'yadi-da, tayyorlab nima qilib qo'yadi, keyin yozadi. Bunda vaqt oladi, ya'ni keshlab ma'lum bir faylga nimaga yozib, keyin uni yana undan o'qiydi. Bunda muammo paydo bo'lishligi mumkin. Shuning uchun buni false turganda shunaqa qiladi. Agar buni true qilsak, birdaniga hech qanaqa nimaga yozmay, birdaniga tezlikda o'sha, ya'ni standart outputga yozadi. Terminalga birdaniga yozib boshlaydi. Mana shu holatda bu qachon foydali bo'ladi? Bu asosan boyagi tezlik muhim bo'lganda va boshqa holatlarda muhim bo'ladi. Hozir bilinmaydi, chunki hozir shunchaki ikki qator emas, bir qator shunchaki hello degan so'z yozyapmiz. Flashini mana shunchaki true qilib ko'rsataman. Va uni run qilib ko'rsataman. Xo'p. Xato yozildi. Mana bu yerda xato yozildi. Endi ishladi. Hello. Agar bu default holatda qilsak ham shu narsa chiqadi.
faqat u juda ko'p data bilan ishlaganda farqi bilinadi. Millisekundlarda juda nimada farqi bilinadi. O'sha holat uchun foydalaniladi. Umumiy holatda print mana bu 5 ta argumentini ham to'liq tushuntirib o'tdim. Yana savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Endi yana bitta narsa, muhim narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu terminal bilan ishlash yoki bash bilan Linux buyruqlar bilan ishlashda qulay bo'lishi mumkin. Keling, birinchi clear tozalab olamiz. Faylga yozishda, masalan, biz hozir Python mainpy qilganimda nima bo'ladi? Mainpy qilganimizda bu o'sha bu Python skriptimiz terminalga nima qaytaradi? Terminalga mana bu hello so'zni qaytaradi. Lekin men o'sha terminalga qaytgan so'zni mana bu direction yo'naltiruvchi deyiladi. Nimada bu asosan Linux buyruqlarida muhim. Pipe deyiladi, quvur. Hozir quvurdan foydalanamiz, shunchaki direction yo'naltirish mana shu tekstga test tekstiga yozadi. Enterni bosadigan bo'lsa, yana mana bunda chiqish kerak edi. Konsolga chiqmadi, chunki uni biz olib tekstga yozishga buyurdik. Boya biz kodning ichida, skriptning ichida shuni buyurgan edik. Endi esa buni terminal darajasida buyuryapmiz. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu testda hello turibdi. Menimcha bu print function bo'yicha tushunmovchilik qolmadi. Ya'ni har qanday parametrini bemalol o'rganib chiqdik. Kimda kim yana savollar bo'lsa, print function bo'yicha bemalol so'rashlari mumkin. Lekin bunda hozir tushuntirishim bo'yicha print functionida boshqa tushunmovchilik joylar qolmadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.